23 aprel Türkiye ve Türkler yaşayotgan barliq davlatlarda egilik huquq ve balalar bayrami kuni tabriklendi. Sharq Türkiston ve dünyanın başka joylaridagi Uyg'ur balalar bo'lsa, Xitoy zulmining asoratidan qutulolmadi. Xitoy hukumati tarafidan jazo lageriga tashlangan Sharq Türkiston oilalarining bolalarining har xil lagerlarda tutib turilayotganligi ma'lum edi. Yaqinda 20 dan ortiq balalar lagerining o'rnining aniqlanganligi ilgari surildi. Tadqiqotlarga qaraganda, bu balalar lagerlarining qurilgan vaqti Sharq Türkistonda jazo lagerlari ochilishga boshlagan vaqtga to'g'ri kelgan. Tadqiqotchilar Amerika Davlatlik Jo'g'rafiya tadqiqot markazidagi sun'iy hamra tasvirlarining lagerlarni aniqlashga ishlatilganligini bayon qildi. Yana bir tarafdan Uyg'ur agentligining Xitoy ijtimoiy taratqullari TikTok va WeChat yozishmalaridan erishgan uchurlarga qaraganda, Sharq Turkistonning Xotan viloyatida yasli bolalarning yotoqliq maktablarda o'qiydiganligi o'tirg'a chiqqan. Onundan başqa yaqinda Xotandagi Qarqash noyisining ma'rif tarmoqlari uqtirish tushirib, mazkur noyining yasllardagi 4-5 yoshli Uyg'ur bolalarining hafta ichida oilasiga qaytmaydiganligi, hafta ichida qo'nib o'qiydiganligini uqtirgan. Dünya Uyg'ur qurultiyi va Yer shari qonuniy harakat birligi birlashib, kuchlik dalil isbotlarni o'tirg'a qo'yish orqali Angliyaning tamojna organlaridan Xitoyda majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan paxta mahsulotlarini import qilishni to'xtatishni talab qildi. Moji Aykiya qatorliq paxta mahsulotlar manbasi qilgan ishlab chiqarish shirkatlarida majburiy emgak silinayotganligiga doir dalil isbotlar ko'rsatilgan. Talabnomada Xitoyning Uyg'urlarni majburiy emgak silish orqali ishlab chiqargan mahsulotlarni import qilish, Angliyaning turmalarda yasalgan buyumlarni import qilishni cheklashni o'z ichiga olgan bir qator qonunlarga xilof bo'lib, buni darhol to'xtatish kerakligi o'tirg'a qo'yilgan. Avstraliya Bosh ministri Scott Morrison Dünya Səhiyyə Təşkilatı'na a'zo barliq davlatlarning Wuhan virusining tarqalishini xalqaro mustaqil tekshirish taklifini qo'llanishi kerakligini aytdi. Dunyoni qoplagan virusning manbasi bo'lgan Xitoy, Avstraliyaning mustaqil tekshirish chaqirig'iga qattiq inkas qaytirib, buning siyosiy harakat ekanligini aytdi. Beijing Avstraliyaning tekshirish chaqirig'ini rad qilib, bu urinishni Amerikaning Xitoyga qarshi tashviqotining bir qismi deb atadi. Avstraliya Bosh ministri Morrison Dünya Səhiyyə Təşkilatı'na a'zo barliq davlatlarning bu xalqaro tekshirishni qo'llanishining shart ekanligini tilga olib, Avstraliyaning zarur tadbirlarini qo'llanib, 17-may Dünya Səhiyyə Təşkilatı yig'inida tekshirishni boshlaydiganligini aytdi. Yana bir tarafdan Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo davlatining Dünya Səhiyyə Təşkilatı'na hamda yordam qilmaydiganligi mumkinligini, bu organning Xitoy virusiga qarshi turish uchun asosiy islohotga muhtoj ekanligini aytdi. Yevropa İttifoqiga a'zo davlatlarning rahbarlari Xitoy virusining ziyniga uchirgan a'zo davlatlarni darhol iqtisodiy yordam bilan ta'minlaydigan 540 milliard yevro yordam berish kelishimiga qo'shildi. Yevropa İttifoqiga a'zo 27 davlatning davlat yoki hukumat boshliqlari bir yerga jam bo'lib, Xitoy virusiga qarshi iqtisodni asliga keltirish planini muzokara qildi. Yig'in COVID-19 yuqumi sababidan sinliq yig'in usuli bilan elib berildi. Yevropa İttifoqi Kengashining raisi Ursula von, Yevropa parlamentining raisi David Sassoli va Yevropa Markaziy bankisining raisi Christine Lagarde Yevropa İttifoqi Kengashining raisi Charles Michel riyosatchilik qilgan boshliqlar yig'iniga qatnashdi. Angliya Oxford Universiteti insonlarga yangi tipdagi Wuhan virusi vaksinasini sinab qilishga boshladi. BBC'ning xabar qilishicha, vaksina emlash sinoqlari dastlabki 2 fidoyidan boshlangan. Ularning biriga yoshirin COVID-19 vaksinasi, yana biriga kontrol qilish maqsadida menga parda yallig'i vaksinasi bilan o'qil qilingan. 800 dan ortiq odam qatnashgan tadqiqotda fidoyilar qaysi vaksinaning o'qil qilinganligini bilmaydi. Bu uchurlar faqat farqni tekshira oladigan doktorlarga ta'minlanadi. Bu vaksina 3 oy ichida tadqiq qilib yasalgan bo'lib, shimpanzida zukam paydo qiladigan adenovirusining genini o'zgartirish orqali ishlab chiqarilgan.
Bu vaksina antitela hosil qilishni maqsad qilgan bo'lib, virus ishlab chiqargan oqsilga ching'i yepishib, virusning hujayralariga singib kirishining oldini oladi. Navbatda dunyoning har qaysi joylarida Xitoy virusiga qarshi vaksina tadqiq qilinmoqda. Muborak Ramazon oyi boshlandi. 23 aprelni 24 aprelga tutashtirgan kecha tunji ro'za tutildi. Ramazon oyi 24 apreldan 23 maygacha davomlashadi. Oldimizda Qadr kechasi va orqadan ro'zit qatorliq barakatli kunlarni kutib olamiz. Bu Ramazonning Sharq Turkistonliklar boshchiligida butun islom olimi va dunyoga yaxshiliklarga vasila bo'lishini tilaymiz.